Amir Temur umrining oxirida yana jangga otlandi. Xitoy imperiyasi oxirgi eng ulkan reja edi. Amirlari uni to'xtatmoqchi bo'ldi. Sohibqiron, yoshingiz ulug', qish yaqin, bahorni kutaylik, deb. Lekin Temur javoban: Men hali ham jangchiman. Qish ham, yosh ham meni to'xtata olmaydi. Noyabr 200 ming askar qahraton qishda yo'lga chiqishdi. Har kun sovuqroq, har kun og'irroq edi. 1405-yil yanvar, Otrar shahri. Amir Temur juda qattiq kasallandi. Fevral. Buyuk sarkarda 68 yoshida vafot etdi.